Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugungi navbatda Gentra mashinamiz savdo bo'lib ekan, bozor kun. Hozir mashina bozordan savdo yotibdilar. Bu mashinamizning yerida kraskasi yo'q deb sotib ekanlar. Video davomida ko'rsatib beramiz. Yerida kraska bor ekan, bemalol ko'rib boraverasiz. Esa boshladik. Yana ko'rishingiz mumkin. Chap taraf orqa krili toza, chap taraf bokankalari toza mashina. Krishalari toza, polli. Chap taraf orqa eshigi toza. Chap taraf oldingi eshiklari mashina toza. Chap taraf krillari, frenlari kirsilgan yeri bor ekan. Oldingi kapotni to'dan bo'lsak, oldingi kapotni ko'rishingiz mumkin, toza. O'ng taraf oldingi krilli toza. O'ng taraf bokankalari toza. Krishalari toza. O'ng taraf oldingi eshigi kraska yo'q. O'ng taraf orqa eshiklarni kraskasi yo'q. Bokankalari toza. Kril toza. Arka kapotni o'tadan bo'lsak, o'sha yerda ozgina petnosi bor ekan. Bu yerni kraskalar ko'targan shu tuzukdan beraman. Boshqa mirror olmayman. Kim shunday sifatli xizmat kerak bo'lsa, tuzukanga murojaat etaverasizlar. Bemalol xizmatdamiz.